Bovam aytgan hikoyalar, qizim aytgan naqshalar. Çatma ün algıdıranmısı? Bir tatlı uxlab ketkinni buning. Tova. Odamning zavqini mevadan ko'ra meg'iz tatqinidek. Boladan navri tatliq bo'ladi ekan desa. Voy, uxlaverdi bu. Uyg'atmasam uxlaveradigan o'xshaydi. Uyg'otib etay. Tomaris. Tomaris. Hey Tomaris. Tur kızım ornundan, tuş olay dedi. Odamni uxlag'ili qo'ymay. To'la uxlasa odamning baxti qochadi. Bo'la qizim. Yuz ko'zingni yuvib, chang ichib ol. Ajab eski bolam kelsin. Mo'u jinni, tilovatamsan meni? Ya, chiqishib deb qo'ydim, apaq buva. Qo'lig'ini buning. Kiyimni ichib oldim buva. Cheni ichib olgan bo'lsang, talog'i chiqib o'ynab kir. Men chiqib ketsam, zerikmamsiz? Zerikmayman. Zeriksiz buva. Bo'li chiqiver. Yo'q, sizga hamroh bo'laman. Jinim balam, sen chig'ingda mening g'imimni yeyapsan, ha? Men yolg'izlikqa ko'nib ketgan, chiqiver, hech nima bo'lmaydi. Yo'q, ishnim bo'ladi. Ma'qul, emisi men bilan o'yna. Biroq men sana nima qilib beralayman? Qiziq hikoyalarni aytib bermamsiz? Voy, ajab bururoq esimga kelmabdi. Bo'ladi, emisi men sana hikoya aytib beray. Sen-chi, sen menga nima qilib berasan? Men sizga naqsh aytib beraman. Yaxshi-ku. Biroq sen naqsh aytishni bilamsan. Bilmaychi? Yoslida o'rgangan jiqqida naqshlarim bor mening. Oy. Amsi hikoyangizni boshlang buva. Emisi men oldi bilan xo'roz nimani chillaydi degan hikoyani aytib beray. Ma'qul. Burunqi zamonda osmonda 9 quyosh bor bo'lib, yer jahonni xuddi to'nirga o'xshash qizitib ekan. Bu harorat taptidan na yomg'ir, na daryo suyidan asar qolmabdi. Shuning bilan kishilar bir yerga jam bo'lib, bu ofatdan qanday qutulish to'g'risida maslahatlashibdi. Biri uni debdi, biri buni debdi. Biroq shuncha talash tortish qilibmi, bira muvofiq chora tadbir tepilmabdi. Oxirida bir margan chiqib, quyoshlarni etib tashlab, elni bu ofatdan xalos qila oladiganligini jakolabdi. Bu tadbir kishilarga yiqibdi-da, margan o'z mahoratini ish qilsabdi. Qirala qarg'aldi. Voy xudoim, qanday o'kishda margan Muhammad deganlar turmay qo'ymaydi. Yo Rabbim itib tushiribdi. Barakalloh. Hurra! Bo'ldi, bir quyosh qolsin, uni atma. Voy xudoim, Quyosh tushib ketdi. Nimadan tushib ketdi? Qirala, quyosh taqani yutib ketyapti. Qo'rqmanglar. Quyosh bizning etib tashlashimizdan ansirab, mükvagan bo'lsa kerak. Biz atmaslik qasmini berib, uni chillasak, yana joyiga chiqishi mumkin. Shunda qilib kishilar chimdilidan qasamyod qilishib, quyoshni chaqiribdi. Hammasi bir bo'libmi chaqiribdi, ayrim-ayrim chaqiribmi beqibdi.
Biroq quyosh zoda chiqqili unimabdi. Yana bir muncha talash tatishlar bo'lib, oxirida ovozi chiroyli qushlarni chilitib, quyoshni chiqarish maslahati ma'qullanibdi. Maslahat bo'yicha xilma-xil qush taklif qilinib, chilitilgan bo'lsa-mu, quyosh yanada chiqqili unimabdi. Eng oxirida kishilar xo'rozni taklif qilib, quyoshni chillab chiqarib berishni o'tinibdi. Hay xo'roz, sen bizga quyoshni chillab chiqarib bersang, biz seni mangu atvolab boqamiz. Bo'ladi, chillab bering. Chunki sizlarni emas, butkul hayotlik quyoshga muhtoj. Shunga men quyoshni butkul mavjudot nomi deb chillayman. Karanlık. Çıkıldı karanlık. Karanlık. Daha şükür. Karanlık. Shundoq qilib, xo'rozning chillishi bilan quyosh chiqibdi. Xo'roz bu ulug' kunni aslab, to hozirgacha quyoshni har kuni saharda bir qitim chillaydi ekan. Demak, xo'roz kunni chillaydi, tongni chillaydi. Sana o'xshash uxlab yotgan o'rinlarni chillaydi. Voy